Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Xudo xolasa bu yerda boshlagan ishlarimiz to'yxonada o'z nihoyasiga yetdi. Hammasini egalariga topshirdik. Bu yerda 1 metrli mangalimiz. Dimoxodlarni qo'yib tayyor ishlashga, faqat cho'rnoy holati ungacha ishlatsa bo'ladi. Bu yerda 120 lik zagodovka stoli, 80 litrlik qozon, 50 litrlik, 80 litrlik 1,5 metr zagodovka stol, 45-75 pastomoyka. Xudo xolasa egalariga yoqib topshirib berdik. Bu yerda tashqaridagi boshlagan ishlarimiz ham Xudo xolasa yakuniga yetdi. Bu yerlar navis qilinmagan. 200 litrlik ikkita qozon qo'yib berdik tashqariga. Endi ustlarini yopsa, Xudo xolasa dimoxodlarni o'zimiz kelib qo'yib berib ketamiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Bemalol murojaat qilishlaring mumkin. Chiroyli qilib bitkazib berib ketamiz. Tandirchi bola doim xizmatingizda. Instagram, Telegram, YouTube hammasiga o'tib obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Bonuslar bilan chiroyli qilib beramiz.